Bu videoni oxirigacha ko'rmasangiz aniq afsuslanasiz, chunki bu videoda rossiyskiy taxtalarning obzori bo'ladi. 6 metrlik, 4 metrlik strapilali taxtalar, rossiyskiy sasna yog'och, 100% qarag'ay bo'lgan strapilali taxtalarni obzorini ko'rsataman, okalar. Videoni boshlashimizdan oldin videoga bitta like bosib qo'ying, asl taxtaga obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmani. Xo'p, okalar, hozir mana shu ko'rib turgan strapilali 4 metrlik taxtani Liboy bozori bilan solishtirib olsani bo'ladi. Eng kamida 58 ming so'm, 60 ming so'm sotishadi. Asl taxtadagi narxini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Xo'p, okalar, taxtalarimiz haqida ma'lumot berib o'taman. Taxtalarimiz razmeri eniga 11 sm, qalinligi 3-4 cm, uzunligi 4 metrlik bo'lgan bu strapilali taxtamizni nech puldan qo'yaymi? 57 ming qo'yaymi? 56,5 ming qo'yaymi? Yo'q, okalar, bu taxtalarimizni sizlar uchun 55,500 so'mdanga qo'yib beraman. Ko'rib turibsizlar, bitta vagonda Rossiyani Bilyar shahridan olib keltirganmiz. Bu taxtalarimizdan hali bor. Tom yopitgan okalar, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilinglar. Chotki narxlarda, chotki sifatlarda qilib beramiz. Skladlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Ha, to'xtani. Bu video tugadi degani emas. Videoni endi boshladi okalar. Bu hozir sizlar bilan ko'rgan birinchi strapilali taxtamiz bo'ladi. Endi ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchi taxtamiz obzorini boshlaymiz, hurmatli okalar. Videoni shetiga yetib kelgan bo'lsangiz, videoga bitta like bosib qo'yishni esingizdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz, videoga bitta like bosib qo'ying. Xo'p, okalar, ikkinchi taxtamiz obzori boshlaymiz. Xo'p, okalar, qarang. Bu taxtamizni Rossiyaning Seftivkar shahridan olib keltirganmiz. Taxtamiz 100% qarag'ay, ya'ni sasna yog'och. Taxtamizning razmerlari okalar, eniga 13,5 cm, qalinligi 3 cm, uzunligi 4 metrlik. Sifati, kачествоsi juda ham chiroyli, zavodskoy yog'och. Ko'rib turgan bo'lsani, okalar, sizlarga ham ko'rinayotgan bo'lsa, pechatlari bilan birga kelgan, okalar. Bu taxtamizni Liboy bozor bilan solishtirib olsani bo'ladi. Bu taxtamizni ham Liboy joyda okalar eng kamida 70 ming yo 72 ming sotiladi. Asl taxta bozada bu taxtamizni bir donasini, hurmatli okalar, sizlar uchun, asl taxta obunachilari uchun bir donasini 68 ming so'mdan qilib beraman. Okalar, obuna bo'lib qo'yishingiz uchun bu zo'r imkoniyat, zo'r sifat, zo'r mehnat bo'lib turadi. Okalar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu ikkinchi taxtamiz bo'ladi. Endi uchinchi taxtamizni ko'ramiz. Qani, ketdi. Uchinchi taxtamiz obzorini boshlaymiz, okalar. Narxlar ma'qul keldimi? Narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyada uka zo'r ekan deb podдержка qo'ying. Bu menga motivatsiya bo'ladi. Ha, yana okalar, sizlarga qanaqa razmerdagi taxta kerak bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozsani bo'ladi. Uchinchi taxtamiz okalar, bu ham Rossiyaning Seftivkar shahridan olib keltirganmiz. 100% qarag'ay, ya'ni sasna yog'ochdagi strapilali taxtamiz. Okalar, razmerlari eniga 18 cm, qalinligi 3-6 cm. Qalin strapilali so'ragan okalarimiz bu sizlar uchun bo'ladi. Xo'p, bu taxtamiz razmerlarini yana qaytarib o'taman, eslab bo'lmagan bo'lsani, eniga 18 cm, qalinligi 3-6 cm bo'ladi, uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Okalar, bu taxtamizni ham boshqa bozorlarda eng kamida 65 ming, 64 ming, yo'q deganda 63 ming sotiladi. Asl taxta bozorda bo'lsa, okalar, 60 ming 500 so'mdan qilib beraman. Bu ham rossiyskiy, 100% qarag'ay. Oka, o'zi obuna bo'lib qo'ydingizmi? Menga qarangi. Obuna bo'lib qo'ydingizmi o'zi? Yo, hali ham obuna bo'lmadingizmi? Men sizga shunaqa zo'r narx ko'rsatdim-a. Obuna bo'lib qolgandirsiz, ha? Davay. To'rtinchi taxtamizni, okalar, to'rtinchi taxtamiz obzorini boshlaymiz. Xo'p, birpasda to'rtinchisiga ham yetib keldik. Okalar, bu taxtamizni ham qalin strapilali so'ragan okalarimizga bemalol jo'natib qo'yinglar. Zavodskoy, pachkali holatlarda kelgan. Razmerlari eniga 13-6 cm, qalinligi 3-6 cm, uzunligi 4 metrlik. Okalar, bu taxtamizni ham Rossiyaning Seftivkar shahridan olib keltirganmiz. Taxtamiz ma'lumotini qaytarib o'taman. Okalar, eniga 13-6 cm, qalinligi 3-6 cm, uzunligi 4 metrlik bo'lgan 100% qarag'ay, ya'ni sasna yog'ochdagi strapilamizni bir donasini okalar boshqa bozorlarda 80 ming, 82 ming sotiladi. Biz skladda bo'lsa 78 ming so'mdan bor okalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar, chotki narxlarda qilib beramiz. Sirazu okalar, 5-taxtamizni obzorini ko'rsatamiz.
Xo'p, 5-taxtamiz. Okalar 12,5lik. Sizlar uchun pachkalarni ochib ko'rsatamiz. Eniga 12,5 sm, qalinligi okalar 3,2 sm, uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Buni ham zavodskoy, качественный, to'rqirra okalar sizlar uchun pachkalardan o'chib cho'tki holatlarda qilib beramiz. Xo'p, okalar, bu taxtamizni eshitmay qolgan okalarimiz uchun razmerlarni qaytarib o'taman. Eniga 12,5 sm, qalinligi 3,2 sm, uzunligi 4 metrlik качественный zavodskoy yog'och. Okalar, bu taxtamizni bir donasini okalar 65 so'mdan qilib beraman bu taxtamizni ham. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Okalar, 5-taxtamiz ham obzori tugadi. 6-taxtamiz obzorga yetib keldi, hurmatli okalar. Bu taxtamiz ko'pchilik apalovka qiladigan okalarimiz so'ragan razmerdagi taxtamiz bo'ladi. Xo'p, mana okalar, razmerlari eniga 15 sm, qalinligi 3,2 sm, uzunligi 4 metrlik. Apalovka qiladigan okalar bemalol murojaat qilaverasizlar. Razmerlarni qaytarib o'taman. Eniga 15 sm, qalinligi 3,2 sm, uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Xo'p, hurmatli okalar, shu bilan obzorimiz o'z nihoyasiga yetadi. Narxi esdan chiqib ketdi. Narxi, hurmatli okalar, 78 ming so'mdan qilib beraman. Kimga kerak bo'lsa, bemalol asl taxtaga murojaat qilsangiz bo'ladi. Xo'p, videoning oxirida okalar sizlarga bonus sifatida yana bir ma'lumot aytib o'taman. Sizlarga lapsha ko'rsataman. Tunka qiladigan bo'lsangiz, uyingizni mana shunaqangi lapsha xarid qilishingizni maslahat beraman. Tunkada narxi ham arzon chiqadi, sifati ham juda chiroyli, to'rqirra, hech qanaqangi garbil abzol yo'q. Bu sizlar uchun okalar faqat bonus sifatida qilib beriladi. Asl taxta nomidan YouTubedan ko'rib keldim, ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib keldim degan okalarimiz uchun bu faqat. O'zi aslida buni o'zimiz skladimizda ham 22 ming so'm sotamiz. Lekin okalar, bu taxtani bir donasini sizlar uchun 20 ming so'mdan qilib beraman. Bu bonus sifatida. Videoni mana shu yergacha yetib kelganingizni hurmatidan, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun buni men sizga bonus qilishga qaror qildim. Bu hozir videoni tugatishimdan oldin miyaga kelib qoldi prosta. Xo'p, okalar, razmerlari 8 ga 2 minusovый yog'och bo'ladi, 7 ga 1,8 lik yog'och bo'ladi, eniga 7 cm, qalinligi 1,8 cm, uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Bir donasini 20 ming so'mdan qilib beramiz. Okalar, bunaqa narxda bilmadim, menimcha chiqadi, yo'q bo'lsa kerak, libo joy bilan solishtirib olsani bo'ladi. Xohlagan okalarimiz uchun yo uka ishonamiz lavzimizga desani, nomerlarga murojaat qilinglar, skladlarimizga kelinglar, o'zingizlar metr qo'yib ko'rib olinglar. Xudo xolasa aytgan razmerlarimiz, narxlarimizda qilib beramiz. Hech qanaqangi bu yerda muammo bo'lmaydi. Xo'p, okalar, agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Kommentariyaga bundan keyin qanaqa yog'och obzor qilay, shuni yozib qoldiringlar. Bundan keyingi videoyimiz okalar 6 metrli va 5 metrli strapilali taxta haqida bo'ladi. Tom yopish uchun okalar zo'r taxtalardan qilib beraman. Skladlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar okalar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Qurilishingizda tanlovda adashmanglar. Skladlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar.